Men uni hamma aytganlariga rozi bo'ldim. Biz u bilan 4 oydan beri gaplashmaymiz. Faqat bayramlarga bir-birimizni tabrikladik, ifso. Oxiri men unga o'zim yozdim. Keyin yarashamiz, hammasini qaytadan boshlaymiz deb. Boshiga bilmayman, o'ylab ko'raman dedi-yu, keyin hay mayli dedi. Va menga shart qo'yishni boshladi. U meni blogerligimni biladi, san'at bilan birga video olishimizni ham biladi. Bizga oldindan shunaqa dogovor bo'ladi. To'ydan keyin даже san'at bilan ham hech qaysi o'g'illar bilan syomka qilmaslik, lekin blogerlikni davom ettirish. Hozir esa shartlari umuman o'zgardi. Oddiy telefon, uydan chiqmaslik, internetga umuman kirmaslik. Men bilmayman, agar sizlarga qiziq bo'lsa, men sizlarga hammasini aytib boraman, to internetdan yo'qolib qolgunimcha. Agar yo'qolib qolsam, bilinglar, men to'y bo'ldim u odam bilan. Agar yo'qolmasam, hammasi tugagan. Lekin men uni hamma gaplariga rozi bo'ldim. Hay dedim. Nima desa ham hay dedim. Sizlar nima qilgan bo'lardingizlar?